Uch avlod uchrashuvi yoshlarni ma'naviy barkamollikka chorlash, ularni vatanparvarlik, mehr-oqibat, o'zaro hurmat va insoniy qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalashni ko'zda tutadi. Bu kabi tadbirlar oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, ajrimlarning oldini olish hamda mahalla hayotida ijobiy muhitni yaratishga xizmat qiladi. Respublika ishchi guruhi, Respublika Nuroniy jamg'armasi Bo'ka tumani, Nuroniy jamg'armasi bo'limi hamda boshqa tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda uch avlod uchrashuvi deb nomlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Mazkur uchrashuv Bo'ka tumanidagi og'ir toifadagi hududga kiruvchi Qo'ldoshtepa mahallasida joylashgan 20-umumta'lim maktabida o'tkazildi. Tadbirda tuman Nuroniy jamg'armasi raisi, Yoshlar ishlari agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'i va Respublika Milliy gvardiyasi mas'ul xodimi ishtirok etdi. Uchrashuv davomida nuroniylar o'z hayotiy tajribalari, yurt ravnaqi yo'lda qilgan fidokorona xizmatlari haqida so'z yuritdilar. Maqsadimiz shuki, shu yoshlarga ham maktab bolalariga o'zimizni bilganlarimizni aytib, o'shalarga to'g'ri yo'l ko'rsatib, to'g'ri maslahatlar berish to'g'risida yig'ilganmiz. Buni oqibati Xudo xolasa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Farzandlarimiz yaxshi bo'ladi, kelajakda yaxshi mutaxassis bo'ladi, yaxshi o'qiydi, yaxshi inson bo'ladi. O'zing hayotda o'qib, vaqtida ishlab, vaqtida uxlab solib, vaqtida xohlagan niyatingga yetish uchun harakat qilsang yetasan. Jarayon mobaynida yoshlar bilan samimiy muloqot olib borilib, ularga hayotda o'z o'rnini topish, harbiy vatanparvarlik ruhida yashash, vatanga sadoqatli bo'lish, mehnatsevarlik va halollik kabi qadriyatlar haqida qimmatli tavsiyalar berildi. Uchrashuv yakunida mahalla faxri hisoblangan sportchi yoshlar bilan suhbat tashkil etildi. Ularning yutuqlari e'tirof etilib, esdalik sovg'alari taqdim qilindi. Tadbir nafaqat uch avlod o'rtasidagi muloqotni mustahkamladi, balki yoshlar qalbida g'urur, mas'uliyat va vatanga sadoqat yanada chuqurlashdi desak adashmaymiz.